Aka ishni bitirib oldik, xudo xolisa, hammasi cho'tki bo'ldi. 15 million pulimiz qolgan ekan. Bersangiz ketamiz. Hozir 5 millionni beraman, 10 millionni malarini tekshirib olgandan keyin beraman. Bu yoq ajoyib bo'ldi, aka. Siz bilan do'g'ri unaqa bo'lmagan-ku. Boshida qanaqa kelishganmiz? Malyar tekshirib olib, unaqa gap bo'lmagan, aka. Hozir chaqiring, malyaringiz hozir tekshirib olsin, pulni oling, men bolalarga berishim kerak. Bo'pti, hozir telefon qilib ko'raychi. Ukam gips kardonchi ishini bitiribdi, kelib ko'rib olgan, pulini so'rayotdi-da. Oka, mana hozir 3-4 kunsiz vaqtim yo'q. Bolalarga pulini berib yuboring, tanishib bolalar o'tdingiz-ku, xatosi bo'lsa chaqiramiz. Ukam ishni kashalashtirmagin-da, kelgan. Agar vaqting bo'lmasa, men ustani ketkizib yuboraman, pulini kelib tekshirganingdan keyin berib yuboraman. Oka, uni ham bola chaqasi bor, sheriklariga pul berish kerak, o'ziga pul zarurdir. Berib yuboring bo'ldi. Ukam kelsen-ki, bo'lmasam bermayman unga pulni. Ish kashalashtirasanlar. Oxirida keyin menga anunday ayb, bunday ayb deb yurasan. Kelganda tekshirib olgan. Ha, bo'ldi, hozir boraman, aka, bo'ldi. Bo'ldi, aka, ish yaxshi ekan, pulini berib yuboring. Bo'pti. 15 millionmidi? 15. Mana. Bo'ldi, aka. Bo'pti, sog' bo'ling. Alloh barakasi bersin. Aka, bo'ldimi? Pulni berib yubordingizmi? Ha, berib yubordim. Boshqa malar topib olarsiz? Ha, nima bo'ldi? Ertaga gips kardonchi qilgan ishingiz menga ham qilasiz-ku? Voy, pulni bergandan keyin so'rab olaman-da. Pul olmadimmi hali?